Ben de yandım. Az bunu zapis edebiliriz mi? Zapisam ketyapti, ovozim. Zapis etyapti. Ovozni o'chirgan uni knopka bosasa bo'ldi, o'chadi. Shunaqa. To'xtab turing. Ha, doim shunaqa edi. Bilamiz. Ovoz ketmaydi-da, mana endi ketadi. Endi ketadi, ha? Hozir bu yerda qayerdan bilasizlar ovoz ketishini? Erkin aka yana ko'rib turibdi-ku. Birinchi bo'lib turibdi. Gapirgan. Yashil. Mikrofon Mikrofon berdi kamerani yonida. Aytdimi? Qaysi minutda chiqadi? Ha? Ularga bir demak endi savol ma'lumot tuzamiz, savolnoma. Qaytib ko'rsa. Olmadi. Ha, Yozib bo'ldi shekilli. Mana shuning uchun shu bo'yicha komissiya o'zimiz ko'rib savollarni berib Magistraturada qaysi mavzuda ishlagansiz? Nima ishlagansiz? Shu haqida qisqacha gapiring. Magistraturada Buxoro viloyatida tarqalgan semizuvchilar biologiyasi, ekologiyasi va tarqalishi bo'yicha ish olib borganmiz. Ilmiy rahbarim Raimov Avazi Rustamovich bo'lganlar. Bu doirada Buxoro viloyatida tarqalgan sonini, tarqalishini, qaysi turkumlar soni ko'pligi, kamligi shu doirada ishlarimiz asosan olib borilgan va 7 turkum o'sha vaqtda 2020-22 yil oralig'ida o'qigan bo'lsam, o'sha vaqtda 7 turkum 16 oila 35 turga bo'lganmiz semizuvchilarni. Nechta turga? O'sha vaqt 7 turkum 16 oila 35 turdan iboratligini magistrlik ishimizga kiritganmiz. O'zbekistonda qancha tur uchraysiz semizuvchilar? Semizuvchilarni bugungi kunda semizuvchilarning Qizil kitobga kiritilgan turlari 5-nashrida 2023-yil ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa, 206 ta mutqali hayvonlar va 300 o'zingizni xatoga olib ketyapsiz. Qizil kitob so'ramadim men o'zi. 206 ta mutqali hayvonlarni. O'zbekistonda semizuvchilarni qancha turi uchraydi? Shundan Qizil kitobga kiritilganlar qancha? Xo'p, mayli. Magistrlik ishingizda tezismi, maqolani chiqardingizmi? Qanaqa mavzu? Tezislarimiz bor. Shu semizuvchilarni turkum oilalarga bo'lib, jadvallarimiz asosida chiqarganmiz maqolalar. Nechta tur dedingiz Buxoroda? 7 turkum. Tur. Nechta tur semizuvchi bor? 37 tur o'sha vaqtda aniqlangan, lekin bugungi kunda soni ortmoqda. Kemiruvchilar birinchi o'ringa chiqdi. Nima hisobiga o'xshaydi? Nima natijasida ularda antropogen ta'sirini kamayishi va areal sonini arealni qulaylik Turlar soni oshaydi. Yangi turlar chiqmoqda. yangi mavjud Qanaqa yangi turlar topildi? yangi turlardan kemiruvchilarga oid 6 ta tur qo'shildi, lekin bitta Gefner mitti qo'sh oyog'i olib tashlandi. O'sha vaqtda mavjud bo'lgan turlardan sichqonsmonlar oilasiga kiruvchi turlar asosan ko'pchilikni tashkil qildi. Nechta yangi tur topdik? Fan bo'yicha yangimi bu? Yo'q. Fan bo'yicha yangilik emas, o'sha yerda arealda tarqalgan turlar bo'yicha ro'yxati mavjud. Ilgari bo'lmagandi. Ilgari masalan Yoshlar birinchi marta ko'rdik.
Yo'q, ilgari mavjud bo'lgan, aniq ro'yxatga kiritilmagan. Nimaga kiritilmaydi? Kim kiritish kerak uni ro'yxatga? Aniq. Borligini bilganmishmi, bilmaganmish? Borligini bilganmiz. Bilgan bo'lsa nimaga yangi tur beribsiz? Mavjud turlarni. Mustaqil zona ichiga kirganingizdan keyin qaysi mavzuda ishlamoqchisiz? Shu kemiruvchilar yo'nalishi bo'yicha. Tushunaman. Endi savol beraman. Nima uchun kemiruvchilar va nima uchun Buxoro viloyati o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat? Hududni, Hudud obyektni va hududni. Ha, hudud Buxoro viloyati asosan cho'l zonasi, Qizilqum cho'lida joylashgan. Cho'l zonasida kemiruvchilarni har xil turlarini uchratish mumkin. Kemiruvchilar suyuluvchilar sinfi orasida bir necha yetakchilik qilyapti. Shu paytgacha yirtqichlar soni ko'proq bo'lsa, yo yirtqichlar kamayib, kemiruvchilar yetakchilik qilyapti. Sababiki ularda ozuqa muhit nisbatan ko'pligi keyingi yillarda aholi turar joylariga ham yaqinlashib kelayotganligi tufayli kasalliklar soni ortib borayotgani zonasi, hayvonlar orasida kasalliklar soni ortib borayotganligi tufayli ham ular uchun qulay muhit bo'lyapti bu narsa va shu menga qiziqish uyg'otdida kemiruvchilarga nisbatan ularni o'rganish. Shu mavzu doirasida nechta maqola va nechta tezis chop etgansiz shu kungacha? Kemiruvchilar orasida sariq yumron hosil, aynan kemiruvchilar yo'nalishi bo'yicha maqolalarim 4 taga yetsa kerak. Umumiy asosan suyuluvchilardan boshlab endi kemiruvchilar yo'nalishi o'tib kelyapman. Menda savollar yetarli. Nimalarni o'rganmoqchisiz kelajakda kemiruvchilar? Biologiyasini, qolishini, kasalligi nima? Kemiruvchilarni bugun dastlab PhD ishimda kemiruvchilarni tarqalishi, ularni farqlash bir-biridan, masalan, kasallik tarqatuvchi turlar alohida, zarar yetkazuvchi turlar alohida shu doirada o'rganmoqchiman va keyinchalik bu narsani mikrobiologik darajada, ya'ni nima asosida ular kasallik tarqatadi, shu belgilarni o'rganish men uchun juda ham qiziqroq. Xavfsizlik choralari qanday? O'ta xavfli kasallik. O'ta xavfli. Vabo bilan ishlayishmi? Qanday qilasiz? Uzoqdan turib yo'q, dastlab masalan dastlabki ishimda o'rganish uchun ularni kuzataman. Kuzatish usulidan foydalanaman. Bu uchun ularni uyasi qanday holatda, oyoq izlari qanday holatda bo'lganligini farqlab, shu asosida ularni farqlab o'rganaman. Keyinchalik biologik ishlar bo'yicha o'rganishni nasib bo'lsa shuni bo'laman. Biologik darajada o'rganishni hali o'rganmayman. Mikrobiologik emas, Molekulyar biologik kasalliklarni o'rganishda aynan ko'p kasalliklar tarqalib qaysilarni o'rganish juda ham ko'p rezervuar ko'p kasalliklar saqlaydi kemiruvchilar. Tuleremiya. tashqari. Eng ko'p tarqatadi. Tezkor o'qigan bo'ldim. Qaysini o'rganamiz? Kimlar o'rganamiz? O'ladi. O'shani kimlar? Qayerda qilamiz? Bu yerda Sog'liqni instituti, mikrobiologiya instituti yordamida Karantinga ruxsat yo'q. Faqat haligi molekulyar hech qayerga ruxsat yo'q. Ishlashga. Bo'ldimi savol yo'qsa? Menda savol yo'q. Savol yetarlimi? Qarang, menda savol bor. Qarang. 5 ta maqola taqdim qilgansiz, bizga taqdim qilgansiz, to'g'rimi? Buni tarjimalarni kim qilgan? Misol uchun ruschasiga, inglizchasiga. Mana qarang, misol uchun mana bu yerda o'qib beraman, komissiya quloq solsin. Nodir xulosa qildi. Bu stатья анализируется разнообразие тангачей. Nima degani? Kстати,
Ha, u statiya analizируется разнообразие tangachey. Tangachaliklarni Ya bu ruschami, o'zbekchami? qo'llik Ha? tangachaliklar oilasi xato. Qachonlarda chiqqan? Усилия влияния антропогенных, yana quloq solsangizlar mana. Google'da qil. Усилия влияния антропогенных факторов на природу также сказываются на распространенности и экологических особенностей танагровых. Nima degani tanagrovых? Tangachaliklar vakili. Yoki bo'lmasa mana bu yerda misol uchun mana bu taxonomic analysis of hunting milk markers. Nima degani milk markers? Ha? Taksonomik analiz temizuvchilar. Milk markers demaydi nimalarda, misol uchun sut emizuvchilarda. ingliz tilida Ha? ingliz tilida Ovlanadigan hayvonlar nima deydi inglizchada? Bu yerda qarang, siz yozyapsiz game animals deyapsiz. To'g'rimi? Game animals. To'g'rimi? Keyin bu o'yin-ku. Game o'yin-ku. Shunaqa uchun. Geyim deb Hunter. Mana fauna, Hunter, да. fauna и fauna сохранения охотничьих животных в Узбекистане. Да, sizniki bo'lyapti. Fauna and conservation of game animals in Uzbekistan bo'lyapti. Game animals. Вообще sizniki bunday qilganda sharmanda holat. To'g'rimi? Buxoroda o'tirgansiz. Ertaga misol uchun Qora davlatning. Yalmagan. ilmiy tadqiqotchilik harakat qilyapsiz. Rayimmi? Bu yerda kim avtor birinchi So'ray. Erkin aka? Ha? Avtor birinchi kim turibdi o'sha maqolada? Avaz Raimov. Yo'q, kim turganida farqi yo'q dedi. Misol uchun Endi bu Hammasi- kishi magistr bo'lgan Rayimov buni familiyasini qo'shgan qo'yganda shu yerda. Bu xato asli o'zi Rayimov. Bizni ham xatomiz. Bizni ham xatomiz. Bu xato o'zimiz xato emas. Bu xato bizni xatomiz. Chunki u bizda yomon qilib ketdi-da. Endi mana shunaqa qilib yuradi. ertaga misol uchun siz ertaga mustaqil tadqiqotchiga kirsangiz, sizni biz nazorat qilmaymiz. Yana o'sha yerda keyin yana siz shunaqa yozib chiqaraverasiz, to'g'rimi? Zalogini ustida qo'yasiz. Maynadan himoya qilgan u kishi o'zi bitta tur bo'yicha Hı? endi sut emizuvchiga teshaverib nima boshqaga nima qilasiz tegib. Men hozir Endi Baxtiyor Rustam ikkita maqolasini aytdim bor yo'g'i. Aksariyati shunaqa, hamma maqolasida shunaqa inglizchasida, ruschasida shunaqa tangacha shunaqa nimalar bor. Lekin mana Hunterligini bilar ekansiz, shuni to'g'rilab yozsa, demak siz yozmagansiz, ular ekanda qo'shilganda familiya shundan kelib chiqadi. Yana bitta savol sizga. Misol uchun yuklashda o'zi ikkita yuklagansizlar. Bittasi xarakteristika yuklashlaring kerak, to'g'rimi? Tavsifnoma. Tavsifnoma nima? Tavsiyanoma. Joydan To'xtab turing. Tavsifnoma nima? Tavsiyanoma nima? Siz endi tavsifnoma Oliy ma'lumot- ishlab turgan joyingizdan Ha. kadrlar bo'limi sizga beradigan munosabat. Tavsiyanoma esa masalan ishga kirish uchun tavsiyanoma shu xarakteristikasini bildiradi kadr. sizdan biz nima so'rayapmiz? Tavsifnoma so'rayapmiz? Tavsif joyidan tavsifnoma deyiladi. Tavsifnoma so'rayapmiz. Siz nima yuklayapsiz bu yerga? Mana tavsifnoma yukladi. Siz tavsiyanoma yuklayapsiz. Tavsiyanoma boshqa narsa o'zingiz aytganda ekansiz. To'g'rimi? Berishdi shu. Tavsifnoma yuklashingiz kerak. Xarakteristikani misol uchun men sizlarga aytdim o'shanda ham. Bir marta qaytardim ham, to'g'rimi? Tavsifnomani nimaning tashkilotning rahbari yuklaydi. Qo'l qo'yib nima qiladi dedim. Siz kafedra mudiriga qo'l qo'ydirdingizmi? Yo'qishamiz yana. So'radim, namuna shunaqa ishdi. Asosan boshladim. Xarakteristika degan narsa, xarakteristikada ruschasi xarakteristika bo'ladi. Xarakteristikani tashkilot rahbari beradi yoki birinchi o'rinbosari beradi. Kafedra mudiri emas. Yetarli. Endi yo'q, sizlarda bo'lsa marhamat. Yetarli, chiqarishingiz mumkin. Ma'lumot chaqirmoqchi. yozganini shuncha narsani gapirmoqda. Erkin aka, bugungi bal qo'yilmaydi suhbat. Ular
Kiritasizmi platformaga baliq? Kiritamiz, ha. Ando baliq qo'yish kerak. Baliq qo'yish kerak ham, baliq. Ha, Yana kerak. ko'rolmadim. 100 ballik tizimda baholanadi deb qo'yilgan. Uni yozib qo'ydim, 100 baliq. Çünkü oxirida u yerda tavsiya qilinadi, tavsiya qilinmaydi degan narsa yo'qda, baliq qo'yish kerak. Baliq qo'yish kerak. 85 Stajyorlarga suhbat demak bunda ham anaqa ekanda. qaysi darajasi? 71 dan 85 gacha tur. 86 dan 100 gacha 5. 55 dan past bo'lsa ham tavsiya qilinmaydi, 55 dan yuqori bo'lsangiz tavsiya qilinadi. Çünkü mana bu yerga biz Endi bitta narsa o'zi ikkitaga shuni muhokama qilaylik ya. Manbani qilishdan oldin. tushunmaymiz. Keling kumush. Shu qo'l qo'yib beraver shunday. Mana bosib qo'ying. Mana biraz so'sni eshitib turasizmi?
PhD dissertatsiya ishingiz mavzusi qanaqa edi? O'zbekiston faunasida uchruvchi dafniy avlodi morfobiologiyasi ahamiyat. Dafniy avlodi bo'yicha. Doktorskida qanaqa? Doktorskida Kladoseralar turkumi bo'yicha. Barcha bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha. Rahbar kim bo'ladi? Rahbar kim bo'ladi? Rahbari Kuchboy. Savollar marhamat. Boshqalar vazifalarni biladimi? Yo, o'zingiz nima qilib ketasizmi? Biz boshqa spetsialist nima qila olmayapmiz. Gidrobiolog bo'ladi. To'g'rimi? Bosib qo'ying. Yo'q, bo'ldi ochib. Yo, bo'ldi. Ha, boshqa Bosib. vazifalarni nimasida o'rganasiz? Kladosera tarqalishi, biologiyasi, hozirgi zamonaviy sistematikasi, amaliy ahamiyat. Xalqchilish. Kuchboyev qanday yordam beradi? Qanday maslahat beradi? Doktorlarga vazifalar bo'yicha, biologiyasi bo'yicha, tarqalishi bo'yicha, Endi turini aniqlash bo'yicha, turni aniqlash bo'yicha molekulyar identifikatsiyaga yordam berishadi. ular ham ko'pincha to'g'ri chiqmayapti. To'g'ri hozirgi chiqmayapti. paytlarda. Endi asosan doktorskida ko'proq klassik metodlarga qaratmoqchiman, chunki bizda hali sohada qilinadigan ish ko'p. Doktorskiy kandidат emasda. Qancha turi bor? Qaysiliga yo'nalmoqchisiz? Yo, butun O'zbekistonda. Butun O'zbekiston bo'yicha olmoqchimiz. Dunyoda o'zi 4000 dan ortiq turi bor Kladoseralarni. O'zi asosan palearktik zonada asosiy hudud tashkil etadi. Qanchalik yoqlamoqchisiz? Radiatsiyalar bo'yicha. Nima? Radiatsiyalar bo'yicha necha yilda yoqlamoqchisiz? O'zbekiston bo'yicha. 1 yil, 2 yil. 1 yil 2 yil. Ancha radiatsiyalar bo'yicha 1 yil 2 yilda qiyin bo'ladi. Siz ham katta gruppa. Hozir talabini bilasiz, kirayotganda 50% ish tayyor bo'lish kerak. Maqolalardan 50%. Nechta maqola chiqqan? Hozirgacha 10 dan ortiq maqola bor. Ikkita Scopus'da maqola chiqqan. Yaqinda rossiyalik hamkorlar bilan berdik. Monografiya maqola. O'zbekiston Kladoseralar ro'yxati. Nechta tur? 8 ta turni kiritdik. Shundan 3 tasi O'zbekiston bo'yicha yangi tur. O'sha kod Aleksey Alekseyevich bilan birgalikda nima qilyapmiz? Quyidagi darajadagi Scopus maqolaga berganmiz. Hozir birinchi etapdan o'tdi. Retsenzentlar javob berdik. Endi keyingi etapini kutib turibmiz. O'shanda O'zbekiston bo'yicha o'rganilgan o'sha Ivan Dankin kelgan o'tgan yili u material, men olib borgan material hammasidan hozircha O'zbekistonda qisqa turdi ro'yxatida. Turini demak shular bilan aniqlaysiz. O'shalar bilan Moskvadagi o'sha Severs institut. Mikroskopik skanerli mikroskopda ham foydalanib olingan. O'sha tur darajasida aniqlangan. O'zingiz borib keldingiz? O'tgan 2023 kunga borib kelganmiz tajribaga. 2024da 10 kunga bordik bo'yicha. Oldin shu 40 ta flakonda namuna bordik, bu safar 60 ta bordik. Ular shularga hammasini qo'shib aniqlab. Aniqlagan turlaringizda oldin O'zbekistonda aniqlanmagan turlar ham chiqdimi O'zbekiston uchun? O'zbekiston uchun hozir 3 ta yangi tur bor. Mikroskopda o'rgangan, endi morfologiya o'rganildi. Molekulyar o'rganmagan, chunki ularda shunaqa bor ekan. Umuman neizvestniy tur bo'lsa, keyin molekulyar ishlaydi. U morfologiya aniqlash imkoni bo'lsa, uni molekulyar qilishni foydasi yo'q, keragi ham yo'q. O'shancha uchala tur ham shu mikroskopda o'rganilib orqalandi. Savollar PhD'da kim rahbarlik bilan sizga? Kuchli bo'lgan. PhD'da ham Kuchboyev. 10 ta maqola chop etilgan dedingiz. Shular hammasi falsafa doktor dissertatsiyasi himoyasidan keyinmi?
Ha. Qay darajada qamrab olgan pastki doktorlik dissertatsiyangiz, hozirgi mana doktorlik dissertatsiyangiz uzviy davom etyaptimi? Endi kladosteralar o'zi katta turkum. 40 ga yaqin avlodni o'z ichiga oladi. Bu hali bitta kenja turkum O'zbekistonda hali o'rganilmagan kladosteralarda. Hozir tadqiq qilyapmiz. Haplopodalar bo'yicha agar pul topishga harakat qiladi. Chunki hech nega ular shuni bitta avlodini PhDda o'rganganman. Dafne avlod. Endi kladostera O'zi Dafniyani qanaqa xo'jalik ahamiyati? Dafne baliqchilikda tabiiy ozuqa sifatida foydalaniladi. Ko'paytirish oson, tez ko'p massa beradi, arzon, haligi hayvon nimasi bilan axlat ko'paytirish mumkin. Hozir endi doktorskini amaliy ahamiyati Semosapilis avlodiga mansub turlarda ham qisqa bo'ladi. Sababi rosa baliqqa yangi chovoq tashlaganingizda aprel-may oyiga to'g'ri keladi, suv harorati past bo'ladi. Dafniya u davrda rivojlanadi. Semosapilis avlodida 17-22 gradus orasida yashaydigan turlar mavjud. Agar o'shani biomassasini ko'paytirib bersa, o'sha baliqda lichinkali davrda tabiiy ozuqa. Mana shu tomoni amaliy ahamiyat hisoblanadi. Bu turlar hozir to'g'risi keyin O'zbekistonda tog' mintaqasi ular o'rganilmagan. Misol balandlik gradiyenti bo'yicha biz asarlar nimalar maqolalar tahlil qilib ko'rdik. Asosan past tekislik 1000 metrgacha bo'lgan joyda. Tog'li hududlardan o'sha agar erta bahorda o'sha Semosapilis allona avlodini olib kelib baliq havzasida ko'paytirish imkoni bo'lsa, demak birinchi bosqichda allonani ko'paytirib, keyin dafniyani ko'paytirsa, tabiiy ozuqa yaxshi bo'ladi. Qo'lladi. U qoladi, avlod bitta qo'ygandan keyin avlod FFP keyingi yillarga ham saqlanib qoladi. Maqsadjon, kecha stajirovka borganda uyda gidrobiologlarni ishladingizmi? Ha, gidrobiolog suv monitoringi bo'yicha shu Seversdagi nima bor, laboratoriya hozir kod asosiy nima gidrobiologiya bo'yicha. Endi u yerda o'sha mutaxassislar nima deydi, всемирно известный mutaxassislar. Endi faqat ularda bitta nimasi bor ekan, juda avlodlar kesimida spetsialistlar bo'ldi. Bizda endi biz juda keng qarovda olamiz. Ular bitta allonani sineyib beradi, nimaga tankin javob beradi, shunaqa. Endi qarang, sizga mustaqil tadqiqotchilik 3 yilgacha siz yurmasangiz kerak har qalay. Qachondan reja? Chunki qancha reja to'g'risi ikki marta nima u Janubiy O'zbekiston olingan, yaqinda stajirovkaga nimaga chiqmoqchiman. Qashqadaryo, Surxondaryo hududini bir namunalar olib kelib analiz qilib ko'rsam, qolgan hududlar deyarli 3-4 martadan namuna olingan. O'sha shular tahliliga qarab, chunki bo'lmasa Qaysi hududdan qaysi joydan olgansiz? O'zbekiston hududi bo'yicha deyarli hamma hududdan oldim. Qayerda? Sonra 2 marta Qoraqalpog'iston hududiga bordim. Qoraqalpoqni qayerdan? Sudochi ko'lidan oldik. Sariqamish ko'liga bordik o'tgan yili. O'sha Sudochi atrof hududlari bor, keyin Nukusda chiqarishda Go'l deydigan shunaqa hududlar. Keyin 10 tacha kichik hudud bor Xorazmda. Endi mahalliy nom bilan nomlanar ekan. Ular juda katta ko'llar. Boringki bir 5 gektar, 10 gektar chiqadi. Baliqchilik ahamiyatiga ega ko'llar. Buxoro, Navoiy hammasida olingan. Sirdaryo, Farg'ona vodiysidan mavsumda sholipayalardan olingan. Asosan mo'yna avlodi bo'ladi. Sholipayalar issiq sevar turlar. Ularga ham o'rganadi. Savol bormi?
O'zbekistonda shu turkum bo'yicha qaysi olimlar tadqiqot ishlari olib olinadi? Muammoning o'rganilganlik darajasi qanday? O'zbekistonda yaxlit O'zbekiston bo'yicha o'rganilmagan. Keyin turkum bo'yicha ham yaxlit holatda o'rganilmagan. Avlodlar kesimida misol baliqchilik xo'jaligi, suv omborlari bo'yicha kuzmet morfologiyasi o'rganmagan, turlar sanab o'tib ketgan. Morfologiyasi bo'yicha Muhammadiyev 1967-yildan 86-yilgacha shu ikkita yirik asari bor. O'shanda morfologiyasi bo'yicha qilgan. Mirabdullayev bilan Karapchenskiy taxminan so'malar bo'yicha ishlagan, Mo'yina avlodi bo'yicha morfologik ishlari bor. Ko'p olimlar amaliy ahamiyatini aytib o'tib ketgan, baliqchilikda unaqa, morfologiyasi bo'yicha yaxlit hali nima yaratildi. Monografiya yo'q. Demak, siz tadqiqot ishingizda asosiy o'rta morfologiyaga qaradi. Asos morfologiya. Xulosa niyat bor endi. Murabbilar sistematik bo'lgan. Bu ahamiyati bo'yicha ishlamagan hech qachon. Yo'q, morfologiyasi bo'yicha ishlagan. Daphniya Summa bilan Karapchenskiy bilan ishlagan u. Murabbilayev chet elda chiqqan 3 ta monografiyasi bor. O'qiganmisiz? Daphniya Summa bo'yicha yozgan. Bittasi adashmasam 41 betmi shunaqa. Ikkitasini bilmadim, balki ko'rgan. Mana masalan uchun ularchida yirtqich turlar bormi yo'qmi? Yirtqich turlar bor. Parazit turlari. Yo'q. Mana Yo'q, o'zi kladoseralar hozir 4 ta kenja turkumga bo'lingan, anemopodalar bilan. Haplopodalar yirtqich tur deb ko'rsatilgan dunyo faunasida, lekin O'zbekistonda shu paytgacha u tur qayd etilmagan. Ikkita kenja turkumi bo'yicha turlar qayd etilgan. Eng asosiysi anemopodalar bular. Hozirda bir 10 ga yaqin o'ylanadi. O'z ichiga o'rganilgan. Keyingi nima Siridayi bitta oilani o'rgangan xolos. U vaholanki o'zi Palearktik zona Yevrosiyo, Markaziy Osiyo hududi juda katta hududni egallasa-da, tur nuqtai nazaridan juda kam. Misol bitta maqola bor, o'zimizni Farg'ona vodiysini O'zbekistonga tegishli bo'lmagan hudud, Tojikiston hududida ikkitagina yaqinda yangi tur topgan. Ya'ni shu Markaziy Osiyo bilan ishlaydigan nima bor? Palonkin degan. O'sha topib ketadi. Demak, u vodiyda ham hali tur ko'pda o'rganilmadi. Xo'sh, produksiyani hisoblaganmisiz? Nima? Produksiyani hisoblaganmisiz? Ozuqasi. Produksiya. Masalan, daftlarda ishlagansiz, to'g'rimi? Daftani produksiyasini hisoblaganmisiz? Qanday hisoblashini bilasizmi? Siz amaliy ahamiyatini qilaman deyapsiz. Biomassada. Yo'q. Masalan, O'zbekistonda produksiya bo'yicha bitta gidrobiolog bo'lardi, u ham rahmatli bo'lib ketdi. Undan boshqa produksiya bilan ishlagan odam yo'q. Kim yordam beradi bu yo'nalishda? Agar ahamiyatini chiqaraman desangiz, sizga produksiya kerak. O'ta qiyin, o'ta zo'r. Даже Kuzmetov ham qiladi. Rahmatli Niyozov qildi. Abdullayev ham bilmaydi bu narsani. Lekin gidrobiologiyada ahamiyati to'g'risida gapirayotganda asosiy produksiyaga o'ylaydi. Bu juda og'ir masala. Qanday qilasiz bu tarafda? Endi o'rganib ko'ramiz adabiyotlarda. Hali bilan biomassani hisoblab chiqish uncha Hozir endi kalkulyatsion programmalar bor. Kalkulyatsion programmalar bor. Balki o'shalarni harakat qilamiz. bitta ko'lli produksiyasini hisoblab chiqaman desangiz 2-3 yil vaqt ketadi. Shuncha informatsiya. Albatta. Ahamiyatini gapiraman, qilaman deyapsiz. Biz O'zbekiston bo'yicha deyapsiz. Mana bag'ishlikka tavsiya beraman deyapsiz. yetadi, ha? Ha, yetadi.
Chiqavering. Bo'ldi, Maqsadjon. Buyur.
Ko'ramiz, a? Ha, 86. 87. Man boya hikoyatni bahosin bu yoqib qo'yma birinchi tur. Men adashganman. Hech narsa qilmadim. tag'in boshqa joyga qo'yamiz. Istirayotgan joylarga qo'zishib qo'yaverdim. 86 qo'ydim. Buniki avtomat 75 qo'yib bo'lgan ekanman o'tgan safar. 86. 86. 75 ikkalasi. O'biga, Ha? o'biga. Nechi qo'y? Mana 86 qo'ydim. Harakati bormaydi. Harakati bor, ha. O'zida bor, ko'r, qotib ketadi. 86. Keyin hozir bularga 90. 3-kun tutsak bo'ladimi mekinga? Tasavvur aytib olishim ketadi. Kishini zarb bormi 3-kun? 3-kun man bo'lmayman. Qashqar. 4 xolos bo'ladi. Ha? 4 xolasmi bo'ladi? Bunu 4-chi kuni soat 10 ga mekinga keldik. Erkin aka mavzusini kelishib olish kerakda bu qiz окончательно qarang 4-chi kuni bo'lsa Qashqarda kecha 23 dan 60 ga chiqdi-da 18 kunga. Yo, endi Uchinchiga hal qilish kerak-da, chunki Buni 5-kuni bular 5 dan kechiktirolmaymiz. 5-kuni platformaga joylash kerak. Yuklash kerak, yuklash kerak. Ha, unda Telegramga yozishib bo'lsa ham mavzusini aniqlash kerak, ha. Ha, uni aniqlab laboratoriyadan o'tkazish kerak. Laboratoriya o'tkazilgani kerak-da. Bu ham temasini konkretlashtirib yuborsan. Bu o'zi temasini chiqargan, mana maqsadga. Bular himoya qila olmayotgan hozir mustaqil bo'lsa, majbur qilayotgani kiryapti. 83 o'tdi. Bo'lsa erkin qilib tasdiqlagan ekan. Tasdiqlayapti. Va kibritindan ham temas chiqqan. Endi boshqatdan chiqadi. 83 mi? 83 33. Ha, 74. Mana vaqti. Hamma aytib oldi. Bunlar bittasini 83, ikkinchisini 74, to'g'rimi? Shevet qo'ysam ko'p Chaqirgan. chunki dunyo bo'yicha rodlar bilan ishlashadi. O'pishni chiqarishni birdan raqam. Общий 83 33. Assalomu alaykum. Bugun ikkingiz bilan shu berilgan savollarga javoblaringiz avvalgi bajargan ilmiy tadqiqot ishlaringizdan kelib chiqib komissiya ijobiy baholadi. Birinchisi Ma'ruf Maqsadjon Jumanovich doktor of science mustaqil tadqiqotchilikka yakuniy ball 83 ball va ikkinchi talabgorimiz Nurova Hikoyat Kepchayeva PhD likka mustaqil izlanuvchilikka yakuniy 74 ball qo'yildi. Bu ikkalasi ham tavsiya etiladi, kiradi bemalol. Faqat endi bundan buyog'iga sizlardan harakat shu barcha ishlarni tez bajarib, chunki sizlar mustaqil izlanuvchilar institutda doim yurmaysizlar. 5-iyungacha platformaga joylanish kerak. Bungacha biriktirilgan rahbar bilan birga ishlab, mavzuni aniqlab, laboratoriyalardan o'tib xulosani ilmiy kotibga topshirishingiz kerak va biz 4-iyunga rejalashtirib turibmiz hozircha. Shuni ilmiy kengashni muhokama qilib, qaytadan yuklashimiz kerak. Keyin mavzular boshqatdan e'lon bo'ladi. Kimdir chiqarib qo'ygan bo'lsa, u baribir atvet bo'ladi-da. Yangi mavzu boshqatdan e'lon bo'ladi. Savollar bormi? E'tiroz yo'qmi? Ishingizga rahmat. Rahmat.